o'tiradi. Bugun mamlakatimizda madaniyat, adabiyot sohasiga bo'lgan e'tibor yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ijod ahliga nafaqat e'tirof, balki aniq, tizimli qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilmoqda. Xususan, madaniyat, adabiyot va san'at sohalari xodimlari bilan bo'lgan uchrashuvda 167 nafar ijodkor yuksak faxriy unvonlar, orden va medallar bilan taqdirlandi. Madaniyat, san'at va adabiyot sohasi xodimlari bilan o'tkazilgan uchrashuvda yurtboshimiz tomonidan qator muhim yangiliklar e'lon qilindi. Endilikda yosh iste'dodlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash tizimi yanada kengaytiriladi. Shu maqsadda ijodga investitsiya jamg'armasi tashkil etilib, unga har yili 200 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Shuningdek, natija ko'rsatgan ijodkorlar uchun alohida rag'bat tizimi joriy etiladi. Har yili milliy ijodkorlar qurultoyi o'tkazilib, eng yaxshi natija ko'rsatgan ijodkorlar munosib taqdirlanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan aynan ma'rifat ahliga qaratilgan e'tiborni juda bir ulkan baholashim mumkin men. Bunda ham aynan shu ijodni rivojlantirish, har yo'nalishdagi, turli xil yo'nalishdagi san'at asarlarini, badiiy asar bo'ladimi, she'riy asar bo'ladimi, tasviriy asar bo'ladimi, hammasiga davlat mablag' ajratgan, investitsiya kiritishi bu o'zining natijasini uzoq qoldirmay beradi. Ijodga investitsiya jamg'armasi tashkil etilyapti. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni ijodkorlarni qo'llab-quvvatlaydigan tadbirkorlarni rag'batlantirish masalasi ham borda bu yerda. Ya'ni bu prodyuserlik, mana nimada san'at sohasida bu narsa nima deydi, amalga oshgan, lekin aynan ijodkorlar, ya'ni yozuvchi, shoirlar, dramaturglar yo'nalishida bu biz uchun juda ham yangilik bo'ladi. Ya'ni birorta san'atkorni yuzaga olib chiqadigan prodyuserni bilamiz, lekin birorta shoirni, yozuvchini yoki bo'lmasa dramaturgni loyiha sifatida xalqqa taqdim qiladigan, uning asarlarini targ'ib qiladigan prodyuserlar haqida ham gap ketyapti-da bu yerda. Ya'ni o'sha jamg'armaga har yili 200 milliard so'm miqdorida davlat byudjetidan mablag'lar ajratilishi ko'zda tutilgan. Adabiyot sohasida aniq mezonlar belgilandi. Yuqori darajada e'tirof etilgan badiiy asarlar, 50 ming nusxadan ortiq chop etilgan kitoblar, teatr va kinoda sahnalashtirilgan ijod mahsullari hamda she'rlari qo'shiqqa aylangan shoir, yozuvchi, dramaturglar rag'batlantiriladi. Yozuvchilar uyushmasiga bu mablag' berilyapti, ya'ni 50 milliard so'm pul. Bu nima degani? Bu ijodkorlar yiliga 50 ta asarga mablag' berish masalasi. Ya'ni buyurtma asarlar haqida gap ketyapti. Deylik, tarixiy shaxs to'g'risida bir asar yozdiriladigan bo'lsa, unga oldindan mablag'ni yozuvchiga berib, yozuvchi hech qayerda ishlamasdan u asarni yozib, asarni o'sha 1 yil davomida yozib bo'lib, keyin yozuvchilar uyushmasiga taqdim qilish masalasi. Nashriyotdan qat'iy nazar, qaysi nashriyotda chop qilinsa ham, lekin yozuvchilar uyushmasi bu asarni xalqqa kerakli deb tavsiya bersa, o'sha asarlarning qog'oz tannarxi davlat byudjetidan qoplanadigan bo'lyapti-da. Endilikda har yili 1000 nafar shoir va yozuvchilar, madaniyat va san'at vakillari, muzey xodimlari hamda rassomlarga uy-joy olish uchun ipoteka kreditining dastlabki to'lovining 50% qoplab beriladi. Shuningdek, boshqa hududdan kelib ishlayotgan ijodkorlarga uy-joy ijarasi uchun Toshkent shahrida oyiga 2,5 million so'mgacha, viloyatlarda esa 1 million 600 ming so'mgacha mablag' ajratiladi. Ijodkorlarni har bittasi, bilasiz, asosan viloyatlarda, chekka shahar qishloqlardan kelishadi poytaxtga. Ularni bu yerda yashashlari, ularni uy olishlari uchun ipoteka kreditlarining 50% qoplab berilishi yoki bo'lmasam ijara mablag'larini moliyalashtirilishi ijodkorlarni juda ham xursand qiladi. Endi har bitta san'at, madaniyat vakillari, ko'ngil kishisi bu sohani vakillari o'zini haqqini borib ayirib olishga iymanadigan, istihola qiladigan bir insonlar aslida. Lekin ularga mana shunday rag'bat ko'rsatilishi men kabi har bitta ijodkorni, shoirni, yozuvchini, dramaturgni, rassomni, muzey xodimlarini, madaniyat va san'at vakillarini hammasini xursand qildi. Davlat rahbari tomonidan o'sha 2020-yil ijodkorlarga, ya'ni yozuvchilar uyushmasi a'zolarini 110 nafariga ipoteka asosida kredit uylar qurilganida, o'sha uylarda yashaymiz hozir. Biz ana shu loyihaning davomi desak bo'ladi-da bu narsani. O'shanda masalan juda ham 110 nafar ijodkor uyli bo'lgan bo'lsa, lekin hozirgi kunda yozuvchilar uyushmasining a'zolari 1000 nafardan oshiqdi. Ya'ni ancha muncha insonlar, ijodkorlar
yana uyli bo'ladi degani bu juda ham quvontiradi ijodkorlarni va uyingiz bo'lgandan keyin xotirjam ishlashga, xotirjam yozishga, xotirjam asar qoralashga imkoniyatingiz bo'ladi. O'ylaymanki, yaqin kelajakda mana shu nima deydi, rag'batlar o'z natijasini bera boshlaydi. Dunyoga chiqadigan badiiy asarlar, san'at asarlari yuzaga keladi va kelajakda O'zbekiston yozuvchilari ichidan ham Nobel mukofoti nomzodlari chiqadi degan umiddamiz. Bundan tashqari 15-iyun sanasidan boshlab xalq artisti, xalq yozuvchisi va xalq shoiri kabi yuksak faxriy unvonga ega ijodkorlar aeroport va vokzallardagi VIP zallardan bepul foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu esa ijodkorlarning jamiyatdagi mavqeini va obro'sini yanada oshiradi. Samolyotlarda, poyezdlarda, avtovokzallarning VIP xonalaridan imtiyozli foydalanish, imtiyozli sayohat qilish imkoniyatlari berilyapti. Bu ayniqsa yozuvchiga, ayniqsa shoirga ikki hissa mas'uliyat yuklaydi. Nega? Har qanday musiqani zamirida, har qanday eng hit bo'lgan, eng shu oltin fondimizda turadigan qo'shiqlarni zamirida yaxshi so'z turadi. Yaxshi so'zni kim yozadi? Shoir yozadi. Qaysi shoir yozadi? Muammosi yo'q. Ya'ni o'zidan ortib xalqni dardini o'ziniki qila olgan shoir yozadi. Agar u shoirning bolasi osh bo'lsa, agar uni boshpanasi bo'lmasa, agar uni bir oladigan oilaga yoki gonorarlari bo'lmasa, u o'zini qobig'ida o'zi aylanib qoladi. Bu qarorlarning barchasi bitta maqsadga xizmat qiladi: ijodkorni qo'llab-quvvatlash, adabiyot va san'atni rivojlantirish va eng muhimi, jamiyatning ma'naviy poydevorini mustahkamlash. Chunki kuchli adabiyot bu kuchli tafakkurdir. Zokir Mo'minov, Muzaffar Orifxonov bugun dastur uchun.